So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda yo'l bezorlarining qoidabuzarliklarini ko'z-ko'z qilgan video tasvirlari keng tarqalmoqda. Ko'p bora ogohlantirishlar berilib, targ'ibot tadbirlari o'tkazilishiga qaramay, qoidabuzarlikni obro' hisoblaydigan yana bir qo'sh tirnoq ichidagi shovvozning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Davlat raqam belgisi 50N075WA bo'lgan Malibu rusumli avtomashinada harakat davomida xavfli manyovrlar qilib, bu holatni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan haydovchi yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlandi hamda avtomashina jarima maydoniga olib kirildi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-10-moddasi hamda 135-modda 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodagi ushbu Malibu avtomobilini haydab, o'rtog'imning to'yida xavfli manyovrlar qilgan edim. Ushbu ishimdan men afsusdaman. Bu harakat boshqa takrorlanmaydi. Xalqdan uzr so'rayman. Shu o'rinda haydovchilarga eslatib o'tamiz. Bu kabi qoidabuzarliklar haydovchilik huquqidan mahrum qilinishingizga hamda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10.300.000 so'm miqdorida jarima to'lashingizga asos bo'ladi. Agarda siz transport vositasi boshqarish huquqiga ega bo'lmasangiz, bu huquqbuzarlik uchun sizga nisbatan sud organlari tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima yoki 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarni qoidabuzarlikka to'la kontentlaringiz bilan boyitishdan avval o'ylab ko'ring. Bir necha kuzatuvchilaringiz tomonidan kelgan olqishlar sizni qonuniy jazodan asrab qola olmaydi. Yo'llarda tartibli va intizomli bo'ling, zero yo'llar qoidabuzarlikni xushlamaydi.